Men Elmurod Narzullayev, UBS Universiteti Moliya kafedrasi dotsent vazifasini bajaruvchi vazifasida ishlayman. Men Toshkent Moliya instituti bank yo'nalishi bakalavriatini, Janubiy Koreyaning Seoul International School'ni magistraturasini tugatganman. 2024-yildan Toshkent Moliya institutining bank yo'nalishining bakalavriatini, Seoul International School Janubiy Koreyada magistraturani hamda 2024-yildan Namangan muhandislik texnologiya institutida doktoranturani tugatganman va bugungi kunda iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, ya'ni PhD. Bizning universitetimizda talabalar uchun qulay sharoitlar yaratilgan, ham ilmiy, ham amaliy bilimlar olishda. O'zim pul va banklar hamda bank yo'nalishi bo'yicha talabalarga dars beraman, ham ma'ruza, ham amaliy darslarni olib boraman. Darslarimizda talabalarning faqatgina adabiyotlar bilan cheklanib qolmasdan, iloji boricha zamon bilan hamnafas bo'lish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilmoqdamiz. Chunki bugungi rivojlanib borayotgan zamonda talabalarning faqat nazariy bilimlarni olishi yetarli emas. Shuning uchun bugungi kunda jahondagi eng rivojlanayotgan tajribalarning, eng dolzarb masalalarning yechimlarini iloji boricha amaliy topishga ham harakat qilamiz. University of Business and Science da talabalar uchun bir qatorda o'qituvchilar uchun ham ilmiy ishlarni olib borish uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Dars vaqtlarimizdan bo'sh vaqtda ko'proq maqolalar, ilmiy ishlar, monografiyalar hamda darsliklar chop etish bilan shug'ullanamiz. Men o'zim ilmiy ishimni atrof muhitni muhofaza qilishga asoslangan ijtimoiy tadbirkorlikni rivojlantirish mavzusida qilganman. Ijtimoiy tadbirkorlik bo'yicha O'zbekistonda bugungi kundagi bu yagona ilmiy ish hisoblanadi. Janubiy Koreyada olgan tajribalarimiz asosida bu ilmiy ishni qilishga qo'l urganmiz. Hamda ilg'or xorijiy tajribalar asosida O'zbekistonda ham qanday qilib ijtimoiy tadbirkorlikni, yashil tadbirkorlikni, chiqindilarni qayta ishlash mexanizmini takomillashtirishni hamda ushbu sohalar bo'yicha strategiya ishlab chiqish bo'yicha ilmiy ish qilganmiz. Bugun jamoamizda biz UBS oilasida juda ham ahil ish faoliyati olib bormoqdamiz. Jamoa a'zolari doim bir-biri bilan hamjihat, doim bir-biriga yordam beradi. Bugungi kunda universitetimiz 20 dan ortiq xalqaro universitetlar bilan, 200 dan ortiq tashkilotlar bilan memorandumlar imzolagan. Bu memorandumlar shunday imkoniyat yaratadiki, talabalarimiz hali o'quv jarayonini tugatmasdan turib, ish joylarini olishlari, u yerda amaliyotlar o'tashlari hamda ish joylari bilan tanishishlari, eng asosiysi xalqaro universitetlarda o'z o'qishlarini davom ettirishlarining imkoniyatini yaratadi. Bizga ma'lumki, bugungi kunda faqatgina oliy ma'lumotli bo'lish bilan yaxshi kadr bo'lish muammo hisoblanadi. Shuning uchun talabalarga shunday tavsiya beramizki, bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazib, ko'plab chet tillarini o'rganishlari, xalqaro tajribalarni o'rganishlari hamda qo'shimcha adabiyotlarni o'rgangan holda amaliyot bilan chambarchas olib borishlari juda ham dolzarb hisoblanadi. Aks holda bugungi kunda ko'plab talabalar oliy ma'lumotli bo'lmoqda, ish o'rinlari esa ancha chegaralangan. Demak, bizning oldimizda yoki kuchli mutaxassis bo'lib, xalqaro universitetlarda, xalqaro tashkilotlarda ishlash, demak, bizning oldimizda yagona yo'l qolmoqda, ya'ni kuchli raqobatbardosh kadr bo'lish hamda ham xalqaro, ham mahalliy bozorda yaxshi joy egallash.